Mashinani shu holatda ham haydab berardim, lekin boru Xudo xolasa nasib qilsin. Bugun sizlarga ko'rsatadigan mashinamiz Zeekr 7X mashinasi bo'ladi, aka. Bu ham zo'r narxda, lekin mana buni qarang, 7X 2024-yil 15 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Kraskasi toza mashina, mazza qilib olib haydasangiz bo'ladi. Stargate'lari bor, Michelin diska balon, R20 perforatsiyalari ham bor. 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 15 ming kilometr yurgan, eshiklari ham elektron ochilib yopiladi. Abduf Abagrev massaj, mana bezramchli oynalar. Ular olasiz, haydaysiz, tayyor mashina, kraskasi yo'q, kelib tekshirtirib olasiz. 750 kilometr deb yozgani bilan bir 500 yurib bersa ham katta narsa, aka. Keling, skladda turibdi, xudo xohlasa siz nomingizga chiqazib yuboramiz. Xitoydan o'zimiz haydalgan olib kelib berganmiz. Kraskalarni tekshirtirib olsangiz bo'ldi, deyto'g'ri. Master akkauntlari ham bor. Oke, narxiga keladigan bo'lsak, 36900 qilib beramiz. Agar sizga ham shunaqa mashina kerak bo'lsa, Telegram kanalimga qo'shilib oling. O'sha yerda tashab o'tiraman meni. Zeekr 007 GT, orqasida 001, mana bu yoqda ham Xiaomi, mana bu yoqda Denza, bu yoqda ham yana Zeekr, bu yoqda ham bitta Zeekr olib kelganmiz. Bemalol mana shunaqa mashinalarni tanlab, o'zingizga yoqqandan olsangiz bo'ladi. Narx ancha arzon tushadi, xudo xolasa. Endi Toshkentda sal qimmatroq bo'ladi.